Chumolilar eng qadimgi hasharotlar turi. Ularning yoshi 100 million yilga teng. Dunyoda chumolilarning 10 ming turi mavjud bo'lib, ularni yer sharini barcha o'lkalarda uchratish mumkin. Istisno tariqasida Islandiya, Grenlandiya, Antarktida va Shimoliy qutbda ularni istab ham topolmaysiz. Dunyoning ayrim joylarida chumolilar jonivorlarning umumiy massasining 20-25% tashkil etadilar. Chumollar qo'shqanotlilar oilasiga kiradi va ular asalariga yaqin deb hisoblanadi. Aqlga to'g'ri kelmaydi, lekin haqiqat. Dunyodagi har bir odamga bir necha milliontadan chumoli to'g'ri keladi va ularning vazni barcha odamlarning umumiy vazniga namunali ravishda tenglashadi. Chumollar aksariyati ishchi chumoli bo'lib, ishchi chumollar hammasi urg'ochi hisoblanadi hamda nasl bera olmaydi. Chumolilar quruvchilar, askarlar va furajerlar, ya'ni ovqat izlaydiganlarga bo'linadilar. Agar furajerlar bir necha bor ovqat topa olmasdan qaytsalar, ularni o'zlarini ovqatga ishlatib yuborishadi. O'rtacha oddiy ishchi chumoli 50 kun yashaydi, lekin qirolicha yoki ona chumoli umuman hasharotlar ichida eng uzoq yashaydigan jonzotga kiradi. Qirolicha chumoli o'rtacha 5 yil yashaydi, lekin tarixda 15 yildan 20 yilgacha yashagan ona chumolilar ma'lum. Agar chumoli yalqovlik qilib hech narsa qilmasa, uni uyidan haydab yuborishadi. Eng qiziqarlisi, shu asnoda qirolicha chumolini ham kam nasl berganligi uchun haydab yuborishlari mumkin va uning o'rniga yangi qirolicha chumoli tayinlanadi. Chumollar topib olgan ovqatni o'sha zahoti yeya olmaydi. Avvalo ular topib olgan ovqatni chumoli uyasiga olib kelishlari shart. Keyin qirolicha ovqatni hammaga teng taqsimlaydi. Ko'p chumollar kecha-kunduz suv tagida qolib ketishlari mumkin va ular bilan hech narsa sodir bo'lmaydi. Chumollar hech qachon adashib qolishmaydi. Ular o'zlaridan feromonlar qoldirib ketishadi va doimo uyasiga yo'lni topib olishadi. Chumollar juda ham mehnatkash. Ular o'zining og'irligidan 100 marta og'irroq yukni ko'tara olishadi. Asosan ular qishki